46 bab. İsrail bütün mal mülklerini yığıştırıp, Bershabaga kelib, u yerda otasi Ishoq e'tiqod qilgan Xudoga atab qurbonlik qildi. Shu kecha uningga bir g'oyibona alomat ko'rinib, Xudo uni Yaqub, Yaqub deb chaqirdi. Labbay deb javob berdi u. Xudo uningga: "Men Xudo, sening otang e'tiqod qilgan Xudodirman. Sen Misrga berishdan qo'rqma. Chunki men u yerda sening avlodlaringni ulug' bir xalq qilaman. Men sen bilan birga Misrga berib, ondan avlodlarini cho'qim bu zaminga qaytirib kelaman. Sen olamdan o'tganda Yusuf yeningda bo'ladi", dedi. Yaqub Bershabodan yo'lga chiqdi. Uning o'g'illari uni va xotin bolalarini Misr podshoyi avatgan harvlarga o'tag'izib, qonada topgan mol varonlari bilan tavliqotlarini elib, Misrga qarab mangdi. Shunda qilib, Yaqub bütün avlodlarini elib, Misrga keldi. O'g'il qizlari va o'g'il qiz navlarimi birga bordi. İsrail debmi atalgan Yaqub bilan birga Misrga borgan avlodlarining ismligi tövendikçe. Yaqubning cho'ng o'g'li Ruben ve onun oğulları Hanuh, Pallu, Yesron ve Karmi qatarlıqlar. Şimon ve onun oğulları Yemuil, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar ve Kananlık ayaldan boğan Şaul qatarlıqlar. Lavi ve onun oğulları Gershon, Kohat ve Merari qatarlıqlar. Yahuda ve onun oğulları Şalah, Pares ve Zerah qatarlıqlar. Yahuda'nın yana ve Onan degan oğulları bulup, ular Kananda ölüp ketken idi. Pares'nin oğulları Yesron bilen Hamul. İsakar ve onun oğulları Tolah, Puva, Yob ve Şimron qatarlıqlar. Zebulun ve onun oğulları Seret, Elon ve Yahlil qatarlıqlar. Yuqoridagilar Leyah Paddan Aramda Yaqub tug'ib bergan avlodlar bo'lib, qizi Dina bilan jami 33 nafar edi. Gad va uning o'g'illari Safon, Haggi, Shuni, Ezbon, Ari, Arodi va Areli qatorliqlar. Asher va uning farzandlari o'g'illari Yimna, Yishva, Yishvi, Beriya ve qizi Sarah. Beriya'nın oğulları Heber ve Malkil idi. Yuqoridagilar Laban qizi Liyaqqa didak qilib bergan Zilpa, Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, ular jami 16 nafar idi. Yaqubning ayoli Rahila uningga 2 o'g'il tug'ib bergan bo'lib, ular Yusuf bilan Binyamin idi. Yusuf Mısır'da 10 şehrinin ruhanisi Potifera'nın kızı Asinat'tın Manasse ve Efraim isimli 2 oğul tapkan idi. Binyamin'in oğulları Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Ehi, Roş, Muppim, Huppim ve Arid qatarlıqlar. Yuqoridagilar Rahila Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, jami 14 nafar idi. Dan ve onun oğlu Hushim, Naftali ve onun oğulları Yaksiyil, Guni, Yeser ve Şillem qatarlıqlar. Yuqoridagilar Labanның qizi Rahilaga didak qilib bergan Bilha, Yaqubga tug'ib bergan avlodlar bo'lib, jami 7 nafar idi. Demak, Yaqubning kelinlarini hisobga olmaganda, Yaqub bilan birga Misrga borgan öz avlodlari jami 66 kishi idi. Yusufning Misrda topgan 2 o'g'lini qo'shganda, Yaqub jamiyatining Misrdagi nopsi jami 70 kishi bo'ldi. Yaqub Yusuf bilan Go'shan viloyatida ko'rishish uchun Yahudani uning yeniga yo'nalishni o'qib kelishga avatdi. Yaqubla Go'shanga kelganida Yusuf vazirlik harvusida o'ltirib, otasining oldiga bordi. Ular didor ko'rish bilanla Yusuf otasini quchoqlab, uzungacha yig'ladi.
İsroil Yusufga: "Men sening hayot ekanligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi o'lib ketsammi, roziman" dedi. Ondan Yusuf qarindoshlari va cho'ng uydagilarga mundoq dedi: "Men podshohga sizlarning Qanondan bu yerga ko'chib kelganliginglarni ma'lum qilay. Onunga sizlarning chorvachi ekanliginglarni, mol-mulkinglarni elib kelganliginglarni aytay. Podshoh sizlar bilan ko'rishib, kasbinglarni so'rasa, uningga biz kichigimizdan tortib chorvachilik qilib kelgan. Ota-bovlarimizmi chorvachi edi, denglar. Shuning bilan u sizlarni o'z xalqidan ayirib, go'shanga o'rinlashtirdi" dedi. Yusufning bundoq deyishdagi sabab Misrliklar mol boquvchilarni faqat ko'zga ilmaydi.